Bola Germaniya maktablarida bola birinchi kun maktabga borganda shunaqa narsa berilar ekan. Buni ichiga nimalar solinadi ko'rsataman hozir. Xullas, shunaqa karton. Buni ichida bolani qanaqadir ruxsatnomalari, bir narsalar bo'lar ekan. Bu bo'yniga osiladigan narsa. Shunaqa shirinlik, Ritter Sportdan har xil shokoladlar. O'zi shokolad bermaymiz, lekin bugun maktabga bersa bo'ladi. Keyin bu nima deb o'ylaysizlar? Lineyka. Bunday qilsa qo'lga anaqa bo'ladi, nima? Braslet bo'ladi. Yana bunday lineykaga aylanadi bu. Zo'ra. Keyin har xil konfetlar. Mana har xilidan. Keyin bu nima deb o'ylaysizlar? Ruchka. Bunda burab ochiladi. Xullas, yumshoq, ham o'yinchoq bolaga. Yana bitta ruchka, bu har xil rangli ruchka. Ibriloklar bor. Xullas, yana vegan gummi berkinlar. Shokolad, bu pizza shaklidagi shokolad. Bolalarga qiziq. Bu shakarsiz shokolad bo'lishi kerak. Yana har xil gummi berkinlar. Bolalar bir-biriga ulashar ekan shunaqa narsa. Keyin ichida bitta shunaqa daftar solish kerak ekan. Bu daftar har xil rangli qanaqadir kitobmi? Bu kitob ekan. Erta kitob. Ritter Sportdan fistashkali shokolad. Keyin pechenye, shokoladli, yong'oqli, nachinkali. Pinallar rosa oldik, lekin men ham shokolad pinal shaklida ekan. Bu o'quvchilar uchun chiqarilgan. Shokoladini yeb bo'lgandan keyin pinalini ishlatadi. Juda ham chiroyli. Keyin xo'rasqandga o'xshagan shokolad. O'chirgich ekan, vanil hidli. Yana gummi berkinlar har xil. Nima nima ekan hozir ko'ramiz. Alfavit ekan. Va yana shokolad. Har xil ichida mix shokoladlar bor. Bu shokoladsiz shokolad, mevalardan bo'lgan. Bundan ko'p edi, Mustafa uchib kelgandan yeb qo'ydi. Bitta dona qoldi. Masalan, buni sumkaga yopishtirar ekan. Va shunaqa sumka uchun nimadirlar kalblar solib qo'yadigan narsa. Hammam ham bor ekan. Yana gummi berkinlar. Shu stoldagi hamma narsani shu narsaga solamiz. Maktabga borgan kuni bolaga berilar ekan. Maktabda yaxshi taassurotlar qolishi uchun. Sovg'a tayyor bo'ldi. Juda ham og'ir sovg'a bo'ldi. Fantiklar bilan bezatdik. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston maktablarida ham shunaqa narsa kerakmi? Bolani maktabga yanada qiziqtiradi deb o'ylayman, bunaqa narsalar. Hoppa.